Qoraqalpog'istondan katta bosimli gaz topildi. Eronliklarga tez orada chetdan yordam keladi. Rizo Pahlaviy: Qodirovning buyragi ishdan chiqqan. Kreml Chechenistonga yangi rahbar qidirmoqda. Solovyev Rossiyani Markaziy Osiyo va Armanistonga ham hujum qilishga chaqirdi. Xomanayinga o'lim. Erondagi namoyishlarda 500 dan ortiq kishi halok bo'lgani aytilmoqda. Bizga nima qilish kerakligini o'rgatma. Kuba prezidenti Trampga murojaat qildi. Prostatit, ikkilamchi bepushtlik, tez peshob, tahorat buzilishidan aziyat chekmoqdamisiz? Jinsiy zaiflik yoki yallig'lanish sizni qiynayaptimi? Endi bu muammolarni birinchi haftaning o'zidayoq bartaraf etishingiz mumkin. Vulkan erkaklar uchun jinsiy faollikni tiklashga, yallig'lanishni yo'qotishga va sog'lig'ingizni yaxshilashga yordam beradi. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Mahsulot yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Qoraqalpog'istonda katta bosimdagi gaz topildi. Qoraqalpog'istonning Mo'ynoq tumanidagi yana bir yangi izlov quduqda katta bosimda tabiiy gaz oqimi borligi aniqlandi. Bu haqda O'zbekneftgaz xabar qilgan. Ma'lum qilinishicha, Ustyurt mintaqasidagi Mo'ynoq koni yaqinida joylashgan Shagirlik quyi Yura 2-sonli izlov quduqida sanoat miqyosida tabiiy gaz oqimi aniqlangan. Bu maydon To'xkon sanoati va geologiya vazirligi tasarrufidagi O'zbek geofizika aksiyadorlik jamiyati va neft va gaz konlari geologiyasi hamda qidiruv instituti DM tomonidan 3D seysmik qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida chuqur izlov burg'ulashga tayyorlangan, deyiladi xabarda. Qayd etilishicha, mazkur quduq loyiha boshqaruv ofisining malakali mutaxassislari tomonidan burg'ulangan. Loyiha boshqaruv ofisida davlat rahbarining topshirig'iga ko'ra, xorijdagi zamonaviy kompaniyalarda aynan neft va gaz sohasida ishlab, O'zbekistonga olib kelingan malakali mutaxassislardan iborat guruh hisoblanadi. Eronliklarga tez orada chetdan yordam keladi. Rizo Pahlaviy: Eronning so'nggi shohi Muhammad Rizo Pahlaviyning o'g'li. Muxolif Rizo Pahlaviy mamlakatda davom etayotgan norozilik namoyishlari yangi bosqichga o'tayotganini aytib, eronliklarga ularning yolg'iz emasligini va yaqin vaqt ichida chetdan yordam kelishini ma'lum qildi. Bu haqda u X platformasida e'lon qilingan video murojaatida aytib o'tgan. Qayd etilishicha, Pahlaviy 11 yanvar kuni eronlik namoyishchilarga rejimning yolg'on propagandasi va aloqa uzilishlari uchun mas'ul bo'lgan barcha muassasa va apparatlarni qonuniy nishoni sifatida ko'rishga chaqirgan. Hozirgi rejimga qarshi asosiy muxolif shaxslardan biri bo'lgan va surgunda yashayotgan Pahlaviy xavfsizlik xodimlariga ham tezroq o'z tomonini tanlash kerakligini aytgan. Men Islom Respublikasini ag'darish va aziz Eronimizni qaytarib olish uchun milliy qo'zg'olonning yangi bosqichini e'lon qilaman. Eron ichida shaharlarning markaziy ko'chalarini egallab, ularni nazoratda ushlab turishdan tashqari, rejimning yolg'on targ'iboti va aloqa vositalarini uzib qo'yish uchun mas'ul bo'lgan barcha muassasa va idoralar qonuniy nishonlar hisoblanadi. Davlat muassasalari xodimlari hamda qurolli va xavfsizlik kuchlari a'zolari oldida imkoniyat bor. Xalq tomonga o'tib, millat bilan bir safda turish yoki xalqqa qarshi qotillar bilan hamkorlikni tanlab, o'zlariga millatning abadiy uyati va la'natini sotib olish, deb ta'kidlagan Pahlaviy. Solovyev Rossiyani Markaziy Osiyo va Armanistonga ham hujum qilishga chaqirdi. Rossiyalik mashhur teleboshlovchi, Kremlga yaqin asosiy propagandist Vladimir Solovyev o'zining jonli efirida Ukraina hududiga uyushtirilgan maxsus harbiy amaliyotni Rossiya ta'sir doirasidagi boshqa hududlarda ham, jumladan Markaziy Osiyo davlatlari va Armanistonda o'tkazish zarurligini aytdi. Solovyev efirda Rossiya, Venesuela va Suriya haqida emas, balki yaqin xorij deb ataluvchi hududlar, jumladan Markaziy Osiyo davlatlari hamda Armaniston ustidan nazoratni saqlab qolish haqida o'ylash kerakligini aytgan. Hozir biz Suriya yoki Venesuela bilan shug'ullanmasligimiz kerak. Biz o'z pozitsiyalarimizni yo'qotmasligimiz lozim. Biz uchun eng muhimi bu yaqin xorij. Armanistonda sodir bo'layotgan voqealar biz uchun Venesueladagi holatlardan ancha og'irlidir. Armanistonni yo'qotish bu ulkan muammo. Markaziy Osiyodagi muammolar ham biz uchun juda katta muammolardandir, degan teleboshlovchi. Solovyevning fikricha, Rossiya hozir qaysi hududlar unga tegishli ekanini aniq va qat'iy aytishi lozim. Shuningdek, jurnalist bu harakatlar yo'lida xuddi Ukrainaga qilingan yurish kabi maxsus harbiy amaliyot boshlash zarurati borligini aytgan. Biz o'z maqsad va vazifalarimizni juda aniq belgilashimiz kerak. Biz ochiq aytishimiz lozim. O'yinlar tugadi. Xalqaro huquq ham, xalqaro tartib ham barbod bo'lsin. Agar milliy xavfsizligimiz sababli Ukraina hududida harbiy maxsus amaliyot boshlash zarur bo'lgan bo'lsa, xuddi shu asoslar bilan ta'sir doiramizdagi boshqa hududlarda ham maxsus harbiy amaliyot boshlashga nega haqqimiz bo'lmasin? Balki biz milliy doktrinamizni shakllantirib, aniq qilib, qaysi hududlar bizning ta'sir doiramizga kirishini ochiq e'lon qilishimiz kerakdir. Shunda hammasi ravshan bo'ladi, degan Solovyev.
Xomanayinga o'lim. Erondagi namoyishlarda 500 dan ortiq kishi halok bo'lgani aytilmoqda. Eronda hukumatga qarshi namoyishlar vaqtida halok bo'lganlar soni 500 nafardan oshdi. Bu haqda 11 yanvar kuni AQShda joylashgan Xrana inson huquqlari tarmog'iga tayanib Associated Press xabar qilgan. Manbaga ko'ra 8 yanvardan buyon Eron hukumatı mamlakat bo'ylab internetni to'liq o'chirib qo'ygani sababli axborot oqimi keskin cheklangan. Blokirovka 70 soatdan ortiq davom etmoqda. Mamlakatda ma'lumot olish uchun asosan Starlink sun'iy yo'ldosh aloqasi orqali amalga oshirilmoqda. Uning aytishicha, Eron hukumatı ilk bor namoyishlarni bostirish jarayonida dronlardan foydalanib, havodan kuzatuv orqali norozilik bildirayotganlarning shaxsini aniqlamoqda. Shu sababli halok bo'lganlar va hibsga olinganlarning aniq sonini belgilash hozircha imkonsiz. Ommaviy axborot vositalarining ta'kidlashicha, kuch ishlatar tuzilmalarining harakatlari tobora shafqatsiz tus olmoqda. Bu namoyishlar avvalgilardan keskin farq qiladi va hukumat uchun kutilmagan bo'lgan. Ayrim hollarda shifoxonalar ham xavfsiz emas. Yaralangan namoyishchilar kuch tuzilmalari tomonidan olib ketilishi mumkin. Ko'plab hollarda esa halok bo'lganlarning jasadlari oila a'zolariga qaytarilmayapti. Eron bo'ylab ommaviy norozilik namoyishlari 2025-yil 28 dekabrdan beri, ya'ni 15 kundan buyon davom etmoqda. Internet o'chirilgani va xavfsizlik kuchlarining qattiq choralariga qaramay, Tehron va boshqa yirik shaharlarda minglab odamlar ko'chalarga chiqmoqda. Namoyishchilar qozon tovoqlarini urib shovqin qilmoqda. Xomanayinga o'lim degan shiorlarni hayqirmoqda. Avtomobil haydovchilari esa signal chalib ularni qo'llab-quvvatlashmoqda. 10 yanvar kuni Islomiy inqilob qo'riqchilari korpusi namoyishlarni kuch bilan bostirish bilan tahdid qilgan. Davlat xavfsizligi qizil chiziq ekani, armiya milliy manfaatlari, strategik infratuzilma va jamoat mulkini himoya qilish uchun kuch ishlatishni ma'lum qilgan. Qodirovning buyragi ishdan chiqqan. Kreml Chechenistonga yangi rahbar qidirmoqda. Ukraina razvedkasi. Checheniston Respublikasi rahbari Ramzan Qodirovning sog'lig'i buyragining ishlamasligi tufayli yomonlashgan va buning ortidan mamlakatga yangi rahbar tayinlanishi mumkin. Bu haqda Ukraina Mudofaa vazirligi razvedkasi ma'lumotlariga tayanib, Ukrinforum xabar qilgan. Qayd etilishicha, buyraklar ishlamasligi sababli Qodirov hozirda dializ protsedurasida. Shifokorlar hech qanday prognoz bera olmayapti. Ukraina Mudofaa vazirligi razvedkasidagi manbalarga ko'ra, hozirda Qodirov oila a'zolari bilan Chechenistondagi shaxsiy shifoxonasida davolanmoqda. Yaqinlari, jumladan boshqa davlatlardan kelgan qarindoshlari ham hozirda uning yonida. Manbaga ko'ra, Qodirov sog'ligining yomonlashuvi fonida Chechenistonning yangi rahbari nomzodini aniqlash jarayoni sezilarli darajada faollashgan. Shuningdek, Kreml uchun eng qulay nomzodlar sifatida Magomed Davudov, Abdi Alovdinov va Ramzan Qodirovning katta o'g'li Ahmad Qodirov tilga olinmoqda. Bizga nima qilish kerakligini o'rgatma. Kuba prezidenti Trampga murojaat qildi. AQSh prezidenti Donald Tramp Kuba davlatiga endi Venesueladan neft va pul bormasligini ma'lum qildi. Bu haqda Oq uy rahbari 11 yanvar kuni o'zining TC tarmog'ida ma'lum qilgan. Trampning aytishicha, Kuba uzoq yillar davomida Venesueladan olayotgan neft va moliyaviy yordamdan endi mahrum bo'ladi. Tramp bu yordam evaziga Kuba Venesueladagi so'nggi ikki diktatorga xavfsizlik xizmatlari ko'rsatib kelganini, biroq endi bu amaliyot tugaganini ta'kidlagan. Uning so'zlariga ko'ra, Venesuela endi banditlar va tovlamachilar himoyasiga muhtoj emas, chunki mamlakatni bundan buyon AQSh armiyasi himoya qiladi. Endi Kubaga na neft, na pul keladi. 0. Juda kech bo'lib qolmasdan turib ularga kelishuv tuzishni qat'iy tavsiya qilaman, deb yozgan Tramp. Bunga javoban Kuba tashqi ishlar vazirligi Kuba hech qachon va hech bir davlatdan xavfsizlik xizmatlari evaziga pul yoki moddiy kompensatsiya olmaganini bildirgan. Tashqi ishlar vazirligi rahbari Bruno Rodrigesning aytishicha, AQShdan farqli o'laroq Kubada yo'llanma askarlik, shantaj yoki boshqa davlatlarga nisbatan harbiy bosim bilan shug'ullanuvchi hukumat yo'q. U huquq va adolat Kuba tomonida ekanini, AQSh esa nafaqat Kuba va mintaqa, balki butun dunyo tinchligi va xavfsizligiga tahdid solayotgan jinoyatchi gegemon sifatida harakat qilayotganini ta'kidlagan. Kuba prezidenti Miguel Diaz-Canel esa mamlakat 66 yildan beri AQSh tajovuziga uchrab kelayotganini aytgan. U Kubani erkin, mustaqil va suveren davlat deb atab, hech kim mamlakatga nima qilishni buyura olmasligini bildirgan. Prezidentning so'zlariga ko'ra, Kuba hech kimga hujum qilmaydi, biroq 66 yildan beri AQSh bosimiga duch kelmoqda va vatanini oxirgi tomchi qoni qolguncha himoya qilishga tayyor.